Toshkentning eng qaynoq tumanidan, Shofayz mahallasidan 2-3 sotixlik uyimizni sotuvga chiqdi. Fasadini bitta ko'ringlar. Taxminan ko'z bilan chamalaganda 15 metrlar keladi. Endi men sizlarga uy ichini ko'rsataman, kiruvchilarni darvozaxonasi. Eshikdan kirganimizdan keyin bitta mashina qo'yishga bemalol joy bor. Bu chap qo'lda oshxona qismi. Eshikdan kirgandan keyin to'rida zeleniy zona. Oshxonadan o'tgandan keyin sanuzel отдельно, yuvinish xonasi отдельно. 4 ta xona bor. Ikkita spalni, ikkita mehmonlar kutish uchun zal. Pastda ko'rib turganingiz podol qismi, podolda ham joyimiz bor. Bu birinchi spalnimiz, bu zal qismi. Endi sizlarga ikkinchi zalni va spalnini ko'rsataman. Bu zal qismi, bu xonamizni spalni qismi. Shu ko'rib turgan uylar sotuvga chiqdi. 2-3 sotixli Shayxontohur tumani Shofayz mahallasida joylashgan. Narxi 152 ming AQSh dollari. Pastda raqam qoldiraman, yana aloqaga chiqib, bizning nomimizdan kelishtirib baraka qilsanglar bo'ladi.